got so. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishlarimiz tayyor bo'ldi. Pechka titanlarimiz 6 stenkasi, diametri 325, asinkoviy material bo'ladi, ruhu material. Pechkamiz to'rli lista qilingan, 4 mm. Devordan tashqarida yonadigan qilib qilingan. Bu joyi 35 cm, 1,5 g'ishga mo'ljallangan. Shlaka blok bo'lsa 25-22 ga boradi. Suv kafillar bilan. Ichkariga ko'proq kirgizib qo'ysa ham bo'laveradi. Bu yog'ini devordan tekis qilib, tashqaridan yonadigan qilib qilingan. Bu joyi hammomning ichida turadi. Общий uzunligi pechkamizni 70 cm. Titanimiz ajraydi. Bu joyiga azbi zip tushadi. Umuman tutun chiqmaydi. Orqada toshxonasi bor. Tosh tashab suv sepsanglar, paril ko'p beradi, par chiqib beradi. 2,5 ga 1,5 shunaqa hammomlarni bemalol zo'r qilib isitib beraveradi. Asinkoviy materialni bir qator bilganlarimni aytib o'tib ketaman. Svarkasini. Bu asinkovka materialni ichki tomoni, tashqi tomonida qalay bo'ladi, ruhlangan bo'ladi. Buni shunaqa qilib tekis svarkalash uchun, shakllar shunaqa bezutechga chiqish uchun bir qator ichki tomonini bolgarkada tozalab berish kerak bo'ladi. 1,5 cm flans qalinligini hisobini olib turib, 1,5 cm qalayini ovarish kerak, shilib tozalab. Tozalab bo'lgandan keyin svarka qilsanglar, shakllar shunaqa bo'lib bezutechga tekis olib qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin. Titan pechkalarimizga 4-5 yil garantiya beramiz. Kimga shunaqa pechka titanlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Katollarimizni yig'ish davom etyapmiz. Ichkida listlar 3 mm list. Garajli kartonli. Katolimizni 140 kvadratdan 180 kvadratga mo'ljallab qilyapmiz. Truba to'qiladigan holatga olib kelib qo'ydik. Kichkinaroq katolimiz bu. 80 kvadratga zakazga qilyapmiz bu katolimizni. Eshiklari 4 cm bazalt qo'yilgan, 4 mm azbiz qog'oz qo'yib turib zaglusha qilganmiz. Umuman issiq o'tkazmaydi, tozalaydigan eshigi. Bu topkani eshigi. Topkasining eshigi ham shunaqa. Umuman issiq o'tmaydi. Azbiz qog'oz 4 cm bazalt qo'yganmiz. Plus 6 mm o't qaytaradigan adboyni list qo'yamiz. Kimga shunaqa pechka titan katollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.